Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 7-dan 14-iyun kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 7 va 8-o'yinda Qoraqalpog'iston Respublikasida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 7, 8 va 10-iyunda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. 7 va 8-iyunda ayrim joylarda 20-22 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 darajalik. Faqat 8 va 11 va 14-iyunda 17-22 darajalik bo'ladi. Kunduzi 28-33 darajalikdan 32-37 darajalikgacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 7 va 9-10-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 32-37 darajalik. Faqat 9 va 10-iyunda 30-35 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 32-37 darajalik. Faqat 9 va 10-iyunda 30-35 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 9 va 10-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 7-iyunda 33-38 darajalik. 8 va 14-iyungacha 35-40 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-iyunda 16-21 darajalik. 8 va 10-iyungacha 18-23 darajalik. Kunduzi 32-37 darajalik. Faqat 9 va 10-iyunda 30-35 darajalik bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq vaqtida 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 7-iyunda 10-15 darajalik. 8 va 14-iyungacha 12-17 darajalik bo'ladi. Kunduzi 18-23 darajalikdan 23-28 darajalikgacha o'zgarib turadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.